Nimaga aynan SSB? Ko'pchilik mendan so'rashadi, SSB ning ma'nosi nima? Bugun birinchi marta uning ortidagi hikoyasini aytib beraman. Assalomu alaykum. Men Sarvinoz, 16 yillik tajribaga ega dizayner hamda SSB va K-Modest brendlari asoschisi bo'laman. SSB ning ma'nosi birinchi harfi oyim, sayyora, ikkinchi S Sarvinoz, uchinchi B Baxtiyor. Odamlarning otlari. Bu 3 ta harf shunchaki ismlarning bosh harfi emas. Bugun men xalqaro fashion dizayner bo'lib faoliyat yuritayotgan bo'lsam, buning ortida ota-onamning ulkan mehnati va ishonchi bor. Ular bizni nafaqat moddiy tomondan qo'llab-quvvatlashdi, balki har doim ruhiy tayanch ham bo'lishdi. Orzularimizga ishonishdi, biz uchun imkoniyat yaratishdi. Hatto chet elda ta'lim olishimiz uchun barcha imkoniyatlarni yaratishdi. Men ishonaman, har bitta muvaffaqiyat ortida ko'rinmaydigan insonlar bo'ladi. Mening muvaffaqiyatim ortida esa ota-onam turadi. Shuning uchun ham brendimga nom qidirayotganda ko'p o'ylamadim. Men hayotimdagi eng qadrli insonlarimning ismini shu dunyoda qoldirishni xohladim. Har safar SSB ni ko'rsam, kimlar sabab bu darajaga yetganim esimga tushadi. Bu brend nafaqat meni orzuyim, balki ota-onamning menga bergan ishonchi, duosi va mehnati hamda. Sayyora va Baxtiyor. SSB har bir yutug'imda sizni hissangiz bor.